Ayollar erkak kishini har xil ereksiya bo'lib boshqa qilgan gap so'ziga uchmanglar. Bekor gap. Hech qanaqa agar tamom qilmasa kasal bo'lib qolaman, tiqilib qoladi, bola battar ming xil qizlarni hali bizani ko'chani tilda gapirsa quloqga tepadigan gaplar bilan ayollarni aldashadi. Bechora qizlar shunaqa ekan deb rozi bo'lib qoladi. Keyin uni aloqa bo'lmagandan keyin aytadi, "Voy, g'irt ekansan, anaqa ekansan, mana bunaqa ekansan. O'zing teshik eding, undaq eding, bundaq eding, uylanmaydi, boshqa qilmaydi", aldab ketaveradi. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt evakuatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ham bir chiroyli, juda qiziqarli savol kelgan. Har doim olat turgan payt aloqa qilish shartmi? Masalan, ertalabki ereksiya paytida men agar olat tursa-yu aloqa bo'lmasa juda zararli deb eshitganman. Yaqinda bir ayolimiz ham yozibdilar. Men kuyov bilan uchrashuvdim, yaqinda to'yimiz bo'lishi kerak, unashtirganmiz, lekin kuyov yetyaptilar. Shunaqa samna uchrashganda menda juda qattiq ereksiya bo'ladi, aloqa qilmasam bo'lmaydi deb haligi menga o'sha aloqa qilishga undayaptilar. Men nima qilish bilmayman deb yozgan ekan. Mana shu narsalardan kelib chiqib bir javob bermoqchiman. Birinchidan, spontan ereksiya bu sizning xohishingiz bilan bo'lgan ereksiya emas. Spontan ereksiya paytida aloqa qilaman deganlar ko'pincha naborat aloqa qilaman degan paytda переключение bo'ladi, даже yotib qoladi. Shu holatda voy keyin menda nimaga yotib qoldi degan vahma kelib qolib, keyin o'sha erkaklarda shunaqa vahma holati bo'lib qolishi mumkin. O'sha kutuvchi nevrozlardan bir turiga aylanib ketib qoladi. Keyingisi, erkaklar o'sha xohlaganda ereksiya bo'lgan holatda nimalarni valdiramaydi, xotinlarni yo'ldan urish uchun, o'sha xohlagan ishini bajarib olish uchun har xil va'dalarni ham beraveradi. Uylanaman ham deydi, u ham qilaman, bu ham qilaman, mashina olib beraman, uy olib beraman. Hamma narsani va'dani beraveradi. Faqat o'sha ereksiya bo'lguncha tamom qilgan zahoti butunlay настроенияsi o'zgaradi, tezroq qochib ketishga, tezroq o'sha sizni haydab yuborishga, sizni ko'rmaslikka o'sha harakatini qildirib qoladi. Bu erkaklarda chunki jismoniy talab hisobiga bo'layotgan narsa bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib spontan ereksiya bu har doim bo'lishi kerak. Bu salomatligingiz to'g'risida aytib beradi, lekin spontan ereksiya paytida hech qanaqa aloqa qilish kerak emas. Adekvat ereksiya deymiz. Adekvat ereksiya degani, ya'ni siz ko'zingiz bilan ayolni ko'rib, uni sevib, unga xohish bo'lgandan bo'lgan ereksiya bo'ladi. Unda demak siz aloqani davom ettirishingiz bo'ladi. Spontan ereksiya paytida aloqa qilaman degan erkaklarda ko'pincha neudachi bo'ladi, chunki bu ereksiya jinsiy aloqa qilish uchun bo'lgan ereksiya hisoblanmaydi. Bu o'sha spontan ereksiya. Eng oxirgisi, ayollar erkak kishini har xil ereksiya bo'lib boshqa qilgan gap so'ziga uchmanglar. Bekor gap. Hech qanaqa agar tamom qilmasa kasal bo'lib qolaman, tiqilib qoladi, bola battar ming xil qizlarni o'sha hali bizani ko'chani tilda gapirsa quloqga tepadigan gaplar bilan ayollarni aldashadi. Bechora qizlar shunaqa ekan deb rozi bo'lib qoladi. Keyin uni aloqa bo'lmagandan keyin aytadi, "Voy, g'irt ekansan, anaqa ekansan, mana bunaqa ekansan. O'zing teshik eding, undaq eding, bundaq eding, uylanmaydi, boshqa qilmaydi", aldab ketaveradi. Hech qachon to'ygacha o'zi bilasizlar, shariatda ham shunaqa narsa, begona erkak bilan na o'pishish, na ko'rishish, alohida bitta xonaga erkak bilan ayol kirdimi, bo'ldi, uchinchisi o'zi o'tda shayton bo'ladi. Shuning uchun hech kim bilan hech haqqa kirish kerak emas, ham harakat ham qilish kerak emas. Erkaklarning hammasini kallasida baribir bitta fikr. Qanday qilib bo'lsa ham shu bilan yaqinlik qilsa,
o'zini hirsini o'sha realizatsiya qilib olsa, shu fikri uni. Boshqacha narsa bo'lmaydi. Maslahat, demak, sizda aloqa faqat yaxshi ko'rib, adekvatni ereksiya paytida bo'lishi kerak. Boshqacha paytda yo'q. Demak, o'sha spontan ereksiya paytida qilingan aloqa agarda sizda ziyon chaqiradi degan gap o'qish eshitgan bo'lsangiz, bekor gap. Xayr, salomat bo'linglar.